Mana shu sariq tovchog'i Persep bilan birgalikda 54 ming AQSh dollarga bosib olsangiz bo'ladi. Xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, Persep'ni alohida, Galavani alohida ham sotilaveradi akalar. Endi ma'lumotlar bilan birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. Dafix'e Euro 6 bu 480 taligi. Yurgan masofasi 749 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Avtomat korobkada salon ichki holatlarini videoda o'zingiz ko'ring. Idealniy holatda turibdi. Stiyachniy konditsionerlargacha qo'yib qo'yilgan ekan. Baklari jami 1200 litrli bak bilan jihozlangan. Balonlarni hammasini kurgovoy yangi qo'yilgan ekan. Qo'yilgandan keyin bir marta resga chiqqan mashina ekan. Persep 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Krone Persep 105 kubalik mega. Moslari saqmos, utka, lentakasi bor. Ichki holatlarni ham videoda ko'rsatib o'tib ketaman, ko'rsangiz bo'ladi. Ichki holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Endi furaga qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqamini har doimgidek videoni past qismida yozib qoldirgan bo'lamiz. O'zlariga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumanida mashina turibdi. Keyin ko'pchilik o'zi biladi, Lorin.uz ichki va tashqi yuklarni tashuvchi logistika kompaniya. Yaxshi narxdagi yuklarni Lorin.uzda Telegramdagi guruhida olishingiz mumkin. Hozirgi kunda obunachilar soni 35 mingdan oshiq obunachiga ega. Videoga like bosib, mana shunaqa daf'i idealni qidiruvga fura ishlanishlarga maksimalni tarqatib qo'yishang, esdan chiqmasa. Hammaga rahmat. Koydum adamlarını gettin hemen, ay kız gönlümle, xuşla məni. Uçup yatırma, uşla məni bu gece.